Keyingisi ash-shukru lillahi ala an ja'alaka minal hujjaj debdilar. Ikkinchidan Allohga shukr qilishimiz kerak ekan, bizni hoji qilganligi uchun. Haj qildik, biz hojimiz, mana shu hojiligimizga alohida shukr qilyapmiz. Shukr qilishimiz kerak ekan. Kim bugun noshukrlik qilyapti? Hech kim. Hammangiz shukr qilyapsizmi? Hamma shukrdami? Muboraklar bo'lsin. Demak, hojini hajdan keyingi sifati shunday bo'lishi kerak ekanki, u ko'p shukr qiluvchi bo'lishi kerak ekan. Shukr qildingiz, demak sizning hajingiz hajdir. Hoji odam shukr qilish kerak. Haj qilganligiga. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo sizni o'sha diyorlardan olib keldi. Aynan sizni olib keldi-ya. Shuncha qavm jamoat ichidan sizni olib keldi. Asli an hadaka, sizni iymonga, alhamdulillah iymonli qilib iymonga chaqirdi. Qarang, dunyoni qarang. Milliardlagan inson qanchasi musulmon? Yuqorida aytdik. O'shalardan qanchasi hajga kelyapti? Faqat siz kelyapsiz. Alloh sizga shunchalik ikrom qilib, ulug'lab dinni berdiki, sizni Alloh islom bilan ulug'ladi. Islom bilan ulug'ladi, ko'rdingizmi? Bugun o'shanga shukr qilaylik, hajjimizga shukr qilaylik. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida aynan qarang, va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid dedi. Ibrohim alayhisalom surasi 7-oyatda. Robbingiz eslang deyapti. Zero Robbingiz deyapti. Alloh subhanahu va taolo bildirdiki, sizlarga aytdiki, agar shukr qilsalaring, men ne'matimni ziyoda qilaman dedi. Agar kufr keltirsalaring, ya'ni shuncha bergan ne'matimni inkor qilsalaring, albatta meni azobim qattiq bo'ladi dedi. Butun o'zi insoniyat bugun insonligiga shukr qilish kerak. Mu'minlar iymoniga shukr qilishlik kerak. Lekin aynan siz hojilar bugun haj qilganingizga shukrlar qilishligingiz kerak. Aynan biz shukr qilishimiz kerak. Hoji bo'lib shukr qilmasak, Alloh asrasin, hajjimizda ne foyda unda? Bugun hajjimizni qabuli, hojilik sifatimiz doimo nimada bo'lishimiz kerak ekan? Shukrda bo'lishimiz kerak ekan. Va Alloh subhanahu va taoloni yana bir oyat karimasi. Qarang. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nur surasida aynan 21-oyatda. Agar Allohning fazli karami bo'lmasa edi, Allohning sizga rahmati bo'lmasa edi, Alloh sizlardan abadiy holda birontangizni poklamagan bo'lardi. Bugun Alloh bizni pokladi-ku. To'g'rimi? Alloh dinni berib, iymonni berib, taqvoni berib, hajni berib, bugun bizni poklar ekan, biz shukr qilaylik. Allohning lutfi bilan bugun biz gunohlarimizdan forig' bo'lib, yangi tug'ilgan go'daklar bo'ldik. Bunga bugun nima qilamiz? Shukr qilamiz. Valakinnalloha qarang yuzakki man yasha deydi. Alloh xohlaganini poklaydi deydi. Bugun diyorlaringizdan olib kelib sizni mana shu joyda gunohdan forig' qildi. Gunohingizni to'kdi. Gunohingizni afv qildi. Biz bunga nima qilaylik? Shukr qilaylik. Takrorlaymiz. Hojini haj holati, hojilik holati birinchidan demak qalbida haj qilganligi uchun shukrdan avval quvonch bo'lish kerak ekan. Ikkinchidan nima qilish kerak ekan? Quvonish kerak ekan. Quvongandan keyin ikkinchi Allohni doim shukrda bo'lish kerak ekan. Doim shukr qilamiz, shunda bizni hajimiz qabuldir inshaalloh.